Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Mana bugun 2026-yil 2-mart haftaning dushanba kunidagi uyimizdagi qurilishlar jarayonlari ketyapti turgandagi holat. Ko'pchilik hali sho'rdan qo'rqib pishgan g'ishtda u bu deyishyapti. Mana xudo xolasa 5-10% ham sababi sismalarni qirg'og'i ko'rib turganlaringdek namgarchilik urganni hisobiga sementda ham juda ko'p sho'r bo'ladi. Shuning uchun oldindan 5-10% ehtimoli bo'lishi mumkin deymiz, lekin sanoqlariga uqalanib ketmasligiga garantiyalari bor. Xudo xolasa ishlarimizda. Endi bu sho'r xudo xolasa issiqlarda umuman yo'qolib ketadi. Sismani qirg'og'idagi ham umuman qolmaydi. Hozir to'sin tashlash jarayonlari tugadi, xudo xolasa. Endi tomni yopish. Ishlarimizda ranglari ko'rib turganlaringdek atlasnoy holatda, razmerlari standart holatda 6-12-25. Batafsil ma'lumot olish uchun pastdagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Eslatib o'tamiz, zavod egalaridan, zavod texnika o'zimizdan, zavodimizdan bor. Birinchi qo'l istab yurganlar uchun birinchi qo'l. Vodiy bo'ylab eng arzon narxlarda yetkazib beraveramiz, aloqaga chiqaverasizlar.